Shu yomg'irda qolgan 2 kilo unim bilan ish boshladim, lekin aslida Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugungi mehmonimiz So'msachi xonim xolajon Marg'ilondan tashrif buyuribdilar. Ozgina e'tiboringlarni videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman. Chunki bu ijtimoiy tarmoqqa shaxsiy brendni shakllantirish, rivojlantirish uchun ancha-muncha odam ham shijoat topolmayapti hozirgi kunda. Hozir opadan bu yo'ldagi qisqacha bo'lgan ishlarga oid savollar beramiz. Hammamiz uchun bir manfaatli bo'ladi. Xush kelibsiz xolajon. Shu bosib o'tgan yo'lingizda, shu ishingizni boshlaganingizda ijtimoiy tarmoqqa kirishingiz qanchalik oson yoki qiyinchiliklar tug'dirdi? men aslida o'ylamadim shunchalik meni xalqim o'z onasiga qabul qilishini tasavvur ham qilmadim. Yaxshi insonlar juda ko'p ekan. Boshida ikkilandim. Xato qildimmikin? Nima qilsam to'g'ri yo'l bo'lar ekan? Allohga tavakkal qildim. Avvalo Xudo, qolaversa shu jiyanim bloger qizimiz sababchi bo'ldilar. Shu aytganimdek, o'sha uyim, somsaxonam yopilgandan keyin men umuman dasma ham, nimalarim ham qolmagan hisob. 2 kilo uni, bitta aravacham, zichchagina savatda idish tovog'im bilan qoldim. Keyin endi o'tirgan nimalarni eslamayman. Bag'iga Xudo xolasa qaytadan o'zimni kashf qilishga harakat qildim. Endi ozmi ko'pmi ozgina birar qadam yurdim. Hali ancha yo'l ko'p. Shu yomg'irda qolgan 2 kilo unim bilan ish boshladim, lekin aslida shu qiz sababchi bo'lib internetga chiqqandan keyin yaxshi insonlar o'zini onasidek, xolasidek qabul qilishdi. Ko'p blogerlarimiz, to'g'ri unaqa tadbirkorlarimiz qo'llab-quvvatlashdi. Men ulardan pulni so'ramadim. Uni olib kelib berganlar bo'ldi. Piyoz-miyoz tashab ketganlar menga ancha nima bo'ldi? Ishimni o'ng'ashimga sabab bo'ldi. Asosiy buyuk karavan pech berdi, qiynalib, bitta kichkinagina pechda qiynalayotgan edim. Birdaniga 100 ta somsa pishiradigan. Haligini umrim davomida orzu qilganim deb qabul qildim. Oldingi ularga bilan tushgan intervyu nimamda ham bor. Tandirga uzgandek chiroyli qilib pishirdi. Yana ham Xudoyim meni chiqarayotgan mahsulotimni odamlarga yoqtirdi. Nimalarimda kommentariyalarda yozishadi, erimni kechasi soat 12-1 gacha ish qilaman hozirgi kunda ham. Ertalabgacha kommentariya o'qib chiqaman. Yoqqanini qayta o'qiyman. Meni qo'llab-quvvatlab, o'zini onasiga qabul qilgan avvalo xalqimizga, bizga obunachi bo'lganlarga ming rahmat, sabr-toqatlariga, men dardimga sherik bo'lganlarga kattadan katta rahmat aytaman avvalambor. Meni namanganlik mana buyuk karaman yaxshi kutib oldi. Bitta ham Choychi Abdullohni nimada ko'rganman. Lekin mehmondo'stlik bilan kutib olishdi. Allohga shukr, shunaqa insonlar menga ro'para kelganiga. Albatta obunachilari ham qo'llab-quvvatlashsin, like bossin.